Jizzax viloyatida hisobchi oilasida tug'ilgan. Millati o'zbek, ma'lumoti oliy. 2012-2015 yillarda Jizzax viloyati Arnasoy tumani Kasb-hunar kollejida tahsil olgan. 2015-2019 yillarda Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti yengil sanoat buyumlari konstruksiyasini ishlash va texnologiyasi ta'lim yo'nalishi bakalavr bosqichini tamomlagan. 2019-2021 yillarda Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti to'qimachilik mahsulotlari texnologiyasi mutaxassisligi bo'yicha magistraturani tamomlagan. 2020 yildan hozirgi vaqtgacha Jizzax Patentlik instituti to'qimachilik mahsulotlari texnologiyasi kafedrasi assistenti lavozimida ishlab kelmoqda. Anorboyev Doston ip-yigiri jarayonida hosil bo'layotgan chiqindilarni qayta ishlash texnologiyasini takomillashtirish mavzusida texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori dissertatsiyasini tayyorlab, himoyaga tavsiya etmoqda. Shu kungacha dissertatsiya mavzusi bo'yicha 4 ta xalqaro va 1 ta mahalliy oliy assotsiatsiya komissiyasi tarkibidagi jurnallarda ilmiy maqolalar chop etilgan, 14 ta xalqaro va respublika miqyosidagi ilmiy va amaliy konferensiyalarda ishtirok etilgan. Malakaviy imtihonlarni quyidagi baholarga topshirgan. Chet tilidan 56 ball o'rta, mutaxassisdan 87 ball a'lo. Ilmiy rahbari Jizzax Patentlik instituti to'qimachilik mahsulotlari texnologiyasi kafedrasi professori, texnika fanlari doktori Jumaniyozov Qalam Jumaniyozovich. Oilali 2 nafar farzandning onasi. Qolgan hujjatlarni taqdim qilgan. Abbazovga savollar bormi? Yo, tushunarli. Tushunarlimi? Tak, savollar bo'lsa, dissertatsiyani qisqacha mazmunini bayon etish uchun so'z talabgor Anorboyev Doston rahmatullohiga. Marhamat. 20 minut. Assalomu alaykum. Hurmatli ilmiy kengashlarga a'zolari, ustozlar. Meni ip-yigirish jarayonlarida hosil bo'ladigan chiqindilarni qayta ishlash texnologiyasini takomillashtirish mavzusidagi dissertatsiyani, ya'ni texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun tayyorlagan dissertatsiyani taqdimoti bilan tanishtiraman. Respublikamiz iqtisodiyotida to'qimachilik sanoati ulushini oshirish, yigirish korxonalarining texnologik imkoniyatlarini tahlil qilish va ilmiy tadqiqot natijalarini ishlab chiqarishga keng joriy etish yuzasidan keng qamrovli chora-tadbirlar amalga oshirilib, muayyan natijalarga erishilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2022-yil 28-yanvardagi 6-sonli 2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risidagi farmonda milliy iqtisodiyot barqarorligini ta'minlash va yalpi ichki mahsulotda sanoat ulushini oshirishga qaratilgan sanoat siyosatini davom ettirib, sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmini 1,4 barobarga oshirish orqali sanoatning yetakchi tarmoqlari va iqtisodiyotni yanada liberallashtirish hamda transformatsiya jarayonini yakunlash, jumladan to'qimachilik sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini 2 barobarga ko'paytirish bo'yicha muhim vazifalar belgilab berilgan. Paxta tolalardan ip-yigirish texnologik jarayonlarini tadqiq etish, tolalar aralashmasi va ip xossalarini loyihalash, jihozlarning texnik imkoniyatlarini baholash, ularning ishlash parametrlarini, maqbul kattaliklarini aniqlash, iplar sifatini ta'minlash, muammolarni ko'plab olimlar va tadqiqotchilar, ya'ni jumladan jahon olimlaridan Jekov, Zotikov, Budnikov, Prikov, Solovyov, Putin, Voroshlov, Perli, Egbers, Svesyanov, Ertsi, Karinskiy, Keller va boshqa olimlar ilmiy tadqiqot ishlarini olib borishgan. Bunda O'zbekistonning, ya'ni respublikamizning olimlaridan Mardonov, Sultonov, Jumaniyozov, Ismoilova, G'ofurov, Matismailov, Meliboyev, Bobojonov va boshqa olimlarimiz ilmiy tadqiqot ishlarini olib borishgan. Tadqiqotning maqsadi paxta tolasi va ishlab chiqarish texnologik jarayonlarida hosil bo'ladigan tolali chiqindilardan ip yigirishda samarali foydalanishning texnologik asoslarini ishlab chiqishdan iborat.
Tadqiqotning vazifalari paxta tolalaridan egiriladigan ipning chiziqlisiga va geometrik tuzilish ko'rsatkichlarini belgilovchi omillarni tadqiqotini olib borish. Keyingi vazifamiz ipning nisbiy uzish kuchini hisoblash va tavsiya etilgan formula va usullarni tahlil qilish va ulardan foydalanish imkoniyatlarini aniqlash. Keyingi vazifamiz past navli paxta tolalari va tolali chiqindilar aralashmasini qayta tarash jarayonini tadqiq etish asosida mashina parametrlarining mos ratsional qiymatlarini aniqlash. Keyingi vazifamiz yigirish korxonalarida paxta tolasi va tolali chiqindilardan iborat aralashmaning maqbul tarkibini aniqlashni amaliy tadqiq etish. Keyingi vazifamiz paxta xomashyosini iflosliklardan tozalash uchun tolali chiqindilarni qayta ishlash mashinasini tozalash samaradorligini oshirib, ishlab chiqarish sinovlarini o'tkazish va samaradorlik ko'rsatkichlarini aniqlash vazifalari qo'yilgan. Tadqiqotning ilmiy yangiligi yigirish texnologik jarayonlaridan ajralib chiqadigan ikkilamchi material resurslaridan ip yigirish uchun chiqindilardan tozalash mashinasi baraban pichoqlarining qiyalik burchagini o'zgartirish hisobiga mahsulot sifatini ortishi aniqlangan. Ikkinchi yangiligimiz tozalash jarayonlarida samaradorlikni oshirish, chiqindi tarkibidagi tolani tozalashni yaxshilashga erishishda tolali chiqindilarni tozalash mashinasiga to'rli panjarani joylashtirgan holda ishlab chiqilgan. Keyingi yangiligimiz chiqindi tozalash mashinasida qayta ishlash natijasida olingan yigiriladigan iplarning sifat ko'rsatkichlarini yaxshilash bo'yicha tolalar oqimining harakatini, baraban pichoqlarini gorizontal burchakda turli xil qiyaliklarning vaqtga bog'liqligi va tolalar oqimi harakatini turli xil massadagi iflosliklardan ajratishda markaziy burchakka bog'liqlik grafiklari ishlab chiqilgan. Keyingi yangiligimiz takomillashgan pichoqli barabandagi harakatlanayotgan tolalar oqimi tarkibidagi aralashma ajraladigan mayda iflosliklarni 4 ga 50 mm o'lchamli teshikli setga o'rnatilib, chiqindilarni chiqish miqdorini taqsimlanish qonuniyatlari aniqlangan. Keyingi slaydimizda chiqindilarni hosil bo'lish manbalari keltirilgan. Bunda paxtani dastlab ishlov berish korxonasi, ip yigirish korxonasi, to'quvchilik korxonasi, paxta vata ishlab chiqarish korxonasi, trikotaj korxonasi, noto'qima mato ishlab chiqarish korxonasi va tikuvchilik korxonasida, ya'ni chiqindilarni hosil bo'lish manbalari o'rganilgan. Keyingi slaydimizda Balkan firmasining tolali chiqindilarni qayta ishlash mashinasi tizimi berilgan. Ushbu slaydimizda ya'ni Balkan firmasi chiqindilar tozalash bo'yicha asosan bizda bu ya'ni B65 ya'ni paxtani tozalash mashinasida ilmiy tadqiqot ishimizni olib borganimiz uchun faqat ushbu qismni slaydimizga qo'ydik. Keyingi slaydimizda Balkan firmasi B65 tozalash mashinasi keltirilgan. Bunda tola kiruvchi bunker orqali ta'minlovchi valiklardan pichoqli barabanga o'tkaziladi. Pichoqli barabanlarda tolalar tozalanib, ya'ni tola chiqish bunkerida, ya'ni pichoqli baraban va setkalardan o'tib, tola chiqish bunkeriga, ya'ni chiqib ketadi va chiqindilar chiqindi bunkeriga tushadi. Keyingi slaydimizda teshikli setkada tolalar bir-biri bilan titilishini harakat sxemasi keltirilgan. Keyingi slaydimizda tolalar oqimining harakatini pichoqli barabanlari gorizontal burchakka nisbatan turli xil qiyalik burchagida vaqtga bog'liqlik grafik keltirilgan. Keyingi
grafikimiz esa tolalar oqimi harakatini turli xil massadagi iflosliklardan ajratishda, uzatishda, ya'ni uzatish markaziy burchakka bog'liqlik grafiki keltirilgan. Keyingi slaydimizda taklif etilayotgan pichoqli barabanimiz keltirilgan. Bu pichoqli barabanimizda bizda ilmiy yangiligimiz bittasi bu pichoqli barabanni plankalarini 45 gradusga bo'lish orqali biz tozalash samaradorligini oshirganmiz. Keyingi slaydimizda tolalar oqimining, ya'ni pichoqli baraban ta'siridagi harakat sxemasi keltirilgan. Ya'ni bu yerda ko'paytirilgan tolalarning tutuvchi pichoq ta'siridagi harakatlanuvchi kuch hisoblanadi. Bu yerda pichoqli barabanni gorizontal burchak ostida joylashgani keltirilgan. Ko'paytirilgan x bunda tolalarni cho'zishdagi elastiklik kuchi berilgan. Keyingi slaydimizda takomillashtirilgan pichoqli baraban o'qiga nisbatan plankalarning o'rnatilish burchagining qayta tarash tarannisi, tozalanish darajasiga va kalta tolalar miqdoriga ta'siri keltirilgan. Bunda amaldagi qiya tozalash va porloq, ya'ni 4-2 nav qayta tarash tarannisi keltirilgan va taklif etilayotgan qiya tozalagich, ya'ni qayta tarash tarannusini ishlash, ya'ni bunda tozalash samaradorligi va kalta tolalar miqdori keltirilgan. Bizga ma'qul, ya'ni bizda yaxshi natijamizga ko'ra 45 gradusga, ya'ni burganimizda bunda kalta tolalar miqdori yaxshi chiqqan va undan tashqari tozalash samaradorligimiz ham yuqori chiqqani keltirib o'tilgan. Keyingi slaydimizda plankalarni baraban o'qiga nisbatan o'rnatilish burchagini qayta tarash tarannisi tarkibidagi mayda iflosliklardan tozalash samaradorligi bo'yicha, ya'ni tozalash samaradorligi bo'yicha grafik ko'rinishda keltirilgan. Keyingi grafikimiz plankalarni, ya'ni baraban o'qiga nisbatan o'rnatish burchagini qayta tarash tarannisi tarkibidagi kalta tolalar miqdoriga ta'siri keltirilgan. Ya'ni qayta tarash tarkibidagi kalta tolalar miqdori grafik ko'rinishda keltirilgan. Keyingi slaydimizda turli aralashmadagi tolalar ko'rsatkichlari va solishtirma uzish kuchini o'zgarishi, ya'ni jadval ko'rinishda keltirilgan. Bunda 3 xil variantda biz tajriba natijalarimiz olib borganmiz. Bunda biz Balkan firmasida qayta ishlangan tolalarimizda birinchi tajribamizda 8%, ikkinchi tajribamizda 10%, uchinchi tajribamizda 12% qilib biz saralama tuzib va tolalarni, ya'ni uzish kuchlarini, tolani chizib kesishligi va tolani uzish kuchlarini biz aniqlab beramiz. Keyingi slaydimizda turli aralashmadagi tolalar ko'rsatkichlarini ip sifat ko'rsatkichlariga ta'siri keltirilgan. Bunda ham 3 xil variantdagi tajribamizda natijalari keltirilgan. Ya'ni bunda ipning sifat ko'rsatkichlari, ya'ni natijasi keltirilgan. Bunda bizga ma'quli 12% qo'shganimizda solishtirma uzish kuchi 13,8% natijaga erishganmiz. Keyingi slaydimizda turli aralashmadagi tolalar ko'rsatkichlarini, ya'ni iplarning chiziqli jishligi va uzish kuchi bo'yicha variatsiya koeffitsiyentini o'zgarishiga ta'siri keltirilgan. Bunda 3 xil variantda bunda histogramma ko'rinishida berilgan natijalarimiz. Keyingi slaydimizda turli aralashmadagi tolalar ko'rsatkichlarini iplarning solishtirma uzish kuchini o'zgarishiga ta'siri keltirilgan. Bunda 3 xil variantda berilganmiz. Bunda 3-variantimiz, bunda solishtirma, ya'ni uzish kuchimiz, buni 3-variantda biz yaxshi natijaga erishganmiz. Umumiy xulosalarimiz birinchisi umumiy xulosalar bor. Shart emas. e'tiboringizni Tak, ma'ruza tugadi.
Tak. Savollarga o'tamiz. Marhamat. Kimda qanaqa savol bor? Savol. Marhamat, hozir. Otaqulovich. Egamberdiyev. Savollar tug'ildi. Birinchi savol, hozir ilovalaringizda ko'rdik. Hozir bitta yangilik aytib o'tdingiz, barabanni o'sha 45 gradusga burish orqali tozalash samaralari o'zgargan. Endi ilovalarda bor ekan, turli setga bunda ham yangilik kiritilganmi? Birinchi savol. Ikkinchi savolim, nima uchun aynan Balkan firmasi boshqa firmalar ham o'rganilganmi? Yana bitta savolim bor. Uchinchi savol, iqtisodiy samaradorlikka to'xtalmadingiz. Shunga ham tushuncha bersangiz. Marhamat. Rahmat ustoz savolingiz uchun. Bunda birinchi savolga javob beradigan bo'lsam, ilovalar yana 45 gradus burchak ostida plankalarni o'zgartirganmiz. Bundan tashqari to'rli setga ham qo'yganmiz. To'rga 50 millimetrda to'rli setga ham qo'yganmiz. Bunda to'rli setga qo'yganimizda tozalash samaradorligi oshirilgan. Ikkinchi savolga javob, nega faqat Balkan firmasi? Chunki bizda birinchi sababi Jizzax viloyatimizda, ya'ni joylashgan yigirish korxonalarida asosan chiqindilarni qayta ishlash mashinasi faqat Balkan firmasi mashinasidan foydalaniladi. Ikkinchi sabab, chiqindilarni qayta ishlash mashinalarini biz hammasini o'rganganimizda, ya'ni Rossiyani mashinalarini ham o'rganganmiz, eski yildagi chiqqan mashinalarni ham o'rganganmiz va eng zamonaviysi Balkan firmasini mashinasi bo'lganligi uchun biz Balkan firmasi mashinasini tanlab qo'yganmiz. Uchinchi savolingizga javob, bunda iqtisodiy samaradorlikka erishganmiz. Bunda ya'ni biz chiqindilarni qayta ishlaganimizda paxtani tolasini, ya'ni chiqindiga chiqib ketishini oldini olganmiz. Birinchi sabab. Ikkinchi sababi, chiqindilarni ya'ni qaytadan ishlab saralanmaga qo'shganimizda biz iqtisodiy samaradorlikka erishganmiz. Ya'ni 1 tonna paxta tolasi uchun 770 ming so'm iqtisodiy samaradorlikka erishdik. Tak. Marhamat. Yana savollar. Marhamat. Savollar bormi? Mana bitta savol beray. Mana nazariyadan harakatni vaqt bo'yicha beribsiz. Nima ham ko'ringda, vaqtlar sekunddan juda kichkinada. Bu shu nazarni nima aniqlab oldingiz? Bitta nimani beribsiz? 9-nimada. 10-sida. 9-da formulasi bor. Vaqt bo'yicha o'zgarish. Burchakda nimani vaqtda. Nima berdi shu yerda? Nima oldingiz? Nazariya sizdan. Rahmat ustoz savolingiz uchun. Bunda nazariy jihatdan olganimizda biz barabanlarni, ya'ni teshikli setga qo'yganmiz. Teshikli setga yordamida, ya'ni barabanda, ya'ni oraliq masofasi, ya'ni tozalash masofasi yana qisqarganini, ya'ni vaqtga bog'lasak, o'sha kam vaqtda biz tozalashni yanada oshirdik, tozalash samaradorligini oshirdik. Burchak ham bor bu yerda. Burchaklar ham ahamiyati bormi? Mana sizning sahifa qo'ysangiz sahifalar bor. Burchaklar ham ahamiyatga ega. Nima tahlil qilganmisizlar uni ham? Tahlil qilganmiz. Bu yerda juda ma'lumot kam ekanda bu prezentatsiyada. Keyin bu yerda jadvalingiz bor, 8%, 10%, 12%. Mana 15-da. Ko'ringda, mana tonani chiziqli ichiligi. 8%da 172 bo'lyapti, 10%da 166, 67 ga yaqin, 12%da yana oshyapti. Nima sabab? Kamayib yana oshgani. Rahmat ustoz savolingiz uchun. Bunda biz asosan o'sha korxonada, ya'ni korxonani ishlatayotgan paxta tolasidan ham qo'shib biz qayta Balkan firmasida qayta ishlab, ya'ni tolalarni qayta ishladik. Qayta ishlash natijasida biz foizni yana ko'paytirdik, ya'ni 12% qo'shdik. Ustoz 3 xil tajribada olganmiz. Shunda mana qarang, 10%da 172, keyin kamayyapti-da, keyin yana oshyapti. Nima sabab ekan shunga? Ikkinchi satrda.
Bu 8% yuqorida, 10% pasayib, 12% yana oshyapti deyapti. Nima sabab? 12% tolani sifat ko'rsatkichiga qarab chiziqlishiga ham o'shyapti. Marhamat, yana savollar. Masallaştım ben. Doniyor bor. Hop. Matluba Adashbayevna. O'stan mana ip yigirish jarayonlarida hosil bo'ladigan chiqindilar deyapsiz-da. Siz tadqiqot ishingizda aynan qaysi texnologik jarayondan chiqadigan chiqindilar bilan ishladingiz? Bu birinchi savolim. Ikkinchi savolim, ip yigirganda chiziqli zichligi, pnevmexanik usulda yigirganmisiz, halqali usulda yigirganmisiz, shular to'g'risida ma'lumot bersangiz. Rahmat, savolingiz uchun. Birinchi savolingizga javob beradigan bo'lsam, ip yigirish korxonasida, ya'ni biz asosan Jizzax tekstil MCG korxonamiz halqali usulda, ya'ni karda sistemasida halqali usulda ip yigiriladi. O'sha halqali usulda ip yigiriladi va qayta tarash sistemasida ham ip yigiriladi. Bunda qayta tarash, biz asosan ishimiz qayta tarash tarandisini qo'shib, qayta tarash tarandisini biz qayta ishlab saralanmaga qo'ydik va ip yigirish jarayonlarini faqat shu qayta tarashni qo'shib biz ishlab chiqardik. Ikkinchi savolingizga javob, biz qayta ishlagan tolamizni, ya'ni pnevmexanik usulda ip yigirishga qo'ydik va bunda ipning chiziqi jishligi 29,5 chiziqi jishlikda ip ishlab chiqardik. Marhamat. Hamid, hali qo'yishga. Doston, siz taklif etayotgan texnologiyada olingan ipni keyin qaysi mahsulotlar ishlab chiqarish uchun qo'llasa bo'ladi, qaysi mahsulotlarga qo'llab bo'lmaydi. Qayerga taklif ishlab chiqarishni keyingi etapda. Rahmat ustoz, savolingizga uchun biz qayta ishlayotgan iplarimizni, ya'ni trikotaj, ya'ni to'quv korxonalarida ishlab chiqarishga tavsiya. Asosan Jizzax tekstil korxonasida trikotaj ham bo'lgani uchun asosan trikotajga biz foydalanamiz. Marhamat. Siz buni Qonunlar Mamatbek. O'zbek mana paxtani dastlabki ishlov berish sohasidagi chiqindilar haqida gapiribsiz. Bu chiqindilar qaysi texnologik jarayondan olinadi va keyingi etapda to'g'ri qilgansiz, boyagi pnevmexanik usulda har qanaqangi kalta tolali bo'lsa ham ishlash mumkin bo'lib, ishlash mumkin bo'lgan texnologiyani qo'llagansiz. O'shanisi qayerdan olinadi? Qaysi chiqindilar? Mayli, ulardagi ma'lum endi, boyagi to'quvchilikdagi, ip yigiruvdagi ular standartlar 27 mm pasini chiqarib sizga beradi. Biz qaysini beramiz sizga? Rahmat ustoz, savolingiz uchun. Ustoz, biz bunda slaydimizga keltirib o'tirganimiz birinchi sababi, biz buni adabiyotlar sharhida kiritib o'tganmiz. Undan tashqari biz o'sha paxta zavodlarida ham borib o'rgandik. Ya'ni ya'ni boshqa zavodlarga ham bordik. Bir xil mashinalarda chiqayotgan chiqindilarni ham o'rgandik. Siz imini qaysi chiqindilarni olasiz paxta zavodidan? Bor haqiqatan. Juda noyob chiqindisi bor. Mayda plastiklar, yirik plastiklar o'rgandik. Yerda juda kalta chiqindi chiqadi, uni ushlab ololmaysiz. Yani bu qayta tarashdagi chiqindini olgan, zavod chiqindisini bu общий ma'lumot sifatida bergan, lekin u to'g'risida tadqiqot o'tkazilmagan. Shu aytinglar, shu tadqiqot o'tkazilmagan. Adabiyotlar sharhida keltirgan o'rgangan. O'lik deganimiz bor, uni olishingiz mumkin. Bemalol olinadi, olasiz. Tak. Yana savollar bor? Yana bormi savol? Marhamat. 13-slaydingizda Marhamat Nazim. amaldagi qiyo tozalagich bilan siz taklif etayotgan qiyo tozalagichni nimalar ko'rsatilganda qiyo burchaklari bir xil olingan. Mana siz tavsiya qilayotganingizni 45 gradusga o'zgartirdim deyapsiz. Shuni asoslab bering. Mana bu xulosangizda 770 ming so'mga sarf xarajatni kamaytirishga erishildi deyilgan. Nimani hisobiga qanday erishildi?
Rahmat ustoz savolingiz uchun. Bunda biz amaldagi qiya tozalash mashinasi bilan, ya'ni taklif etilayotgan tola tozalash mashinamizda, ya'ni taqqoslaganmiz. Bunda tozalash mashinamiz, ya'ni bunda biz qo'shimcha sifatida setka ham qo'yganmiz. Shuni hisobiga tozalash samaradorligi oshyapti. Amaldagiga nisbatan. Ikkinchi savolingizga javob, biz bunda Balkan firmasida tolalarni, ya'ni qayta ishlaganimizda tolalarni, ya'ni qaytadan saralanmaga qo'ydik. Birinchi sababi chiqindiga chiqib ketishini oldini oldik. Ikkinchi sababi tolalarni o'sha saralanmaga qo'yganimizda o'sha tolani yana sotib olmasdan, boshqa tola sotib olmasdan o'sha o'zida mavjud qayta ishlangan tolani qo'shganligi sabab biz 770 ming so'm, ya'ni iqtisodiy samaradorlikka erishdik. Yeterlimi? Yana savollar bormi? Online iştirak etuvchilarda bormi savol? Ha, yeterli. Yeterlimi? Tak. Yeterli. Yana bitta savol bor bo'lmasa. Mana ilmiy yangilikning ikkinchisida yozyapsizda, tolali chiqindilarni tozalash mashinasiga turli panjarani joylashtirgan holda ishlab chiqilgan. Avval turli panjaraning o'rnida boshqa narsamidi? Siz turli panjarani joylashtirgan holda ishlab chiqilgan deyapsiz. Avval qanaqangi edi? Avval turli panjara emasmidi? Siz tavsiya qilyapsiz, to'g'rimi bu yerda? Avval bormidi turli panjara? Bu mashinada sirtkada to'rt sirt bormi? Yo'q, yo'q. Rahmat savolingizga. Bizda turli panjara o'rnatdik. Oldin turli panjara bo'lmagan, biz turli panjara qo'ydik qo'shimcha sifatida. Turli panjarasi yo'q edi, yangi qo'ydilar. Turli panjaraning o'rnida nima edi avval? turli panjaraning o'rnida Jog'li, kalasniki, Kalasni ko'rish. galasniklar bor. Tak, savol yo'q bo'lmasa. o'yin Tak. sesga aylantiribdilar uni. Talabgorning ilmiy rahbari, texnika fanlari doktor professor Jumaniyazov Qadam Jumaniyazov tomonidan ilmiy kengashga taqrir mavjud taqdim etgan ilmiy rahbar ishtirok etyapti. Xohlasa so'zga chiqishi mumkin. Agar so'zga chiqaman desangiz, Mayli, endi Toshkentdan keldim. Sizlardimi? marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli ilmiy kengash raisi, ilmiy kengash a'zolari, ishtirokchilari, mana Zoomda ustozimiz Azim Parpiyev ko'rib xursand bo'ldik. Boshqa kengash a'zolari avvalambor sizlarning ishlarga omad tilaymiz. Mana Jizzaxda Alisher Qodirqulish boshchiligida juda katta bir mamlakatimizdagi ilg'or g'oyalar, ilg'or ishlab chiqarish ishlari amalga oshirilyapti. Shuning uchun Alisher Qodirqulish sizga, jamoangizga omad tilaymiz. Endi bugun himoya qilayotgan Anarboyev Dastonbek ayrim narsalarni ochib berdi, lekin bir xil narsalarni ochib bermadi. Ruxsat bersangiz, men shuni aytib o'tsam. Mana qayta tarash sistemasida grebnichosli mashinalar bor. Bularda demak grebionkalarida uzun tolalar ajralib chiqadi. Shu tolalari tozalab, boshqatdan agar bir sartaro'kka qo'shadigan bo'lsak, aralashma qo'shiladigan tolalar miqdori kamayadi. Bu yerdan chiqqan qayta tarash mashinasidagi tarandi tolalarni olib biz ip olishga ishlatamiz. Maqsad shu. Demak, shunga erishish uchun demak nazariy amaliy ishlar borgan. Oxir oqibatda shu yuqori sifatli ip olib sebeststoyimizni kamaytirgan. Endi Dastonbek mehnatkashligi, to'qimachiligini tugatgan. Bu endi avvalambor bular kafedrasida juda katta ishlar amalga borilyapti. Bektosh boshchiligida mana Matlubxon, boshqa Dilafuruz, boshqa juda ko'plab oldin bu kafedrada bitta ikkita himoya qilgan. Hozir juda katta salohiyatga erishyapti. Dastonbek mehnatkashligi. Lekin keyingi ishlarda mana bugungi ko'rsatilgan kamchiliklarni albatta inobatga olish kerak. Keyingi ilmiy tadqiqot ishlarida xulosa qilish kerak. Bu Jizzax viloyati respublikamizda o'ziga yarasha to'qimachilik sanoati rivojlanib borayotgan viloyatlardan biri. Shuning uchun yangi g'oyalar bilan ishlab chiqarishga kirib borish kerak. Malakali mutaxassislar tayyorlashda sizga omad tilaymiz. Endi mustaqil izlanuvchi keyingi ishlarda demak mana shu olgan ko'nikmalarini tatbiq qilib, shogirdlarni tayyorlab, institutning
salohiyatingni oshirishga biz omad tilab qolamiz. Mana shu Qodirov yana bir bor rahmat sizga, yaxshi jamoa uchun. Mana shu yerda siz kelgandagi salohiyatlar oshib ketdi. Bu joyga jamoa zo'r shakllandi. Jamoangizga ham sizga ham omad tilaymiz. Salomat bo'linglar. Rahmat. Qadam Jumaniyevich, yaxshi tilak, istaklaringiz hamroh bo'lsin o'zingizga. Tak. Endi bo'lmasa dissertatsiya vaqti referatga kelgan haqingizlar bilan tanishtirish uchun Ilhom Zakirovichga. Marhamat. Yo'q, hozir ularga topshirib ketgan hozir yo'q, tumanlarda yuradi. Tumanlarda yuradi hozir. Zo'r boshlasang. Ona yopadi deganlar. Ota qo'ldan kelgan ekanda shu. Ha, kirib o'tiraveradi. Davay, so'z senga. Yetakchi tashkilot quyidagi kamchiliklarni bergan. Birinchisi, birinchi jadvalda nima uchun ikkita firmaning TTA mashinalari keltirilgani yoritilmagan. Ikkinchisi, turi birinchi jadvalda 30, 45, 60lar tozalash samaradorligini oshgan deyilgan. Pichoqning balandligi O'sha yerga o'tiraman. pichoqning balandligi keltirilmagan va tozalash samaradorligi ta'siri o'rganilmagan. Keyingisi, taklif etilayotgan pichoqni baraban amalda tayyorlangan varianti 3 tur boblarda rasmlarda keltirilmagan. To'rtinchisi, dissertatsiya ishida korxonaga joriy etish dalolatnomalari va vazirlik ma'lumotlari ilovada keltirilmagan. Keyingisi, iqtisodiy samaradorlikni hisoblashda tajriba variantida aralashma tarkibining tolali chiqindilar stranitsa 16-12% deyilgan. Nima uchun 4-jadvalda 7/11 va stranitsa 3da narx hisobga olinmagan. Keyingisi, korxonada ishlab chiqarilgan ip va taklif etilayotgan saralanma asosida ishlab chiqilgan ipning xossalari bir-biridan farqli. Jadval ko'rinishida solishtirib berilsa maqsadga muvofiq bo'lar edi. Keyingisi, dissertatsiyaning 40-betida 201 jadvalda paxta tolasining chiqindi va chang tarkibini baholash mezonlari Afis, Ustir, MDTA apparatlari ko'rsatkichlari keltirilgan, lekin jadvalning ikkinchi qatorida qandaydir ko'rsatkichlari yozilmagan. Keyingisi, dissertatsiyaning 57-betida 3-5-rasm tolalar oqimi pichoq sirti bo'ylab harakatini har xil pichoqli baraban ketma-ket betda teng 45 gradus burchakdagi vaqt bog'liq grafiklarini nima uchun grafikda pasayish, ya'ni minuslarni chiqishi kelgani yoritilmagan. Takomillashgan pichoqli barabanni pichoqlar chiqindiga ta'siri va pichoqni mexanik fizik xususiyatlari o'rganilmagan. Keyingisi, dissertatsiyaning 57-betida 1-jadvalda mayda xulosalar o'zgarishini kiritilsa maqsadga muvofiq bo'lar edi. 5-si, dissertatsiyaning matematik model qismida kiruvchi omillar bir-biriga mutanosib olinganmi so'ragan. Xo'p, keyingisi, avtoritetga kelgan taqdirlar. Termiz davlat muhandislik va agrar texnologiyalar universiteti yengil sanoat va oziq-ovqat texnologiyasi kafedrasi dotsenti, texnika fanlari nomzodi Safarov tomonidan bergan va ilmiy ish uchun tanlangan mashinalar markalari to'g'ri yozilmagan. To'g'ri yozilsa maqsadga muvofiq bo'lar edi deyilgan. Keyingi ikkinchi taxlischi Aburayxon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti kimyo texnologiyasi fakulteti yengil sanoat texnologiyalari va jihozlari kafedrasi texnika fanlari falsafa doktori dotsent Jumaniyazov
tomonidan berilgan va qo'shimcha kamchilik keltirilgan. Avtoreferatning birinchi bobiga oid 1 va 3 rasmlar tahlil qilinmagan. Tahlil qilinsa maqsadga muvofiq bo'lar edi. Keyingisi Yaponiya Konji Kogon universiteti tomonidan professori tomonidan berilgan taqriz ijobiy kamchilik ko'rsatilmagan. Keyingisi Buxoro muhandislik texnologiya instituti texnologik mashina va jihozlar kafedrasi dotsenti Ismoilov tomonidan berilgan taqriz ijobiy kamchilik ko'rsatilmagan. Keyingisi Paxtakor tekstil MCJ korxonasi direktori Miliboyev tomonidan berilgan taqriz ijobiy kamchilik ko'rsatilmagan. Hayotbek tekstil MCJ direktori Saidqulov tomonidan berilgan taqriz ijobiy kamchilik ko'rsatilmagan. Keyingisi Koj Ezgu Niyat MCJ direktori Nargiza To'ychiyeva tomonidan berilgan taqriz ijobiy kamchilik ko'rsatilmagan. Kelgan taqrizlarda ko'rsatilgan kamchiliklarga javob berish uchun so'z talabgorga. Marhamat. Yetakchi tashkilot tanqidlariga birinchi kamchilikka javob ushbu korxonada faqatgina Jizzax tekstil ya'ni ilmiy tadqiqot ishi olib borayotgan korxonamizda ya'ni ikkita firmani ya'ni tozalash mashinasi ish faoliyatini olib borayotgani uchun biz faqat ikkita firmani tish tozalash mashinalarini qo'yganmiz. Ikkinchi kamchilikka javob 30, 45, 60 gradusda biz tavsiya qilayotgan pichoqli barabanda pichoqlarni o'zgartirilgan qiymatlari hisoblanadi. Uchinchi kamchilikka javob 4-2 rasmda keltirganmiz. Taklif etilayotgan pichoqli barabanda tayyorlangan variant. To'rtinchi kamchilikka javob Jizzax tekstil MCJ korxonasidan dalolatnoma va o'z to'qimachilik sanoat uyushmasidan ma'lumotnomalar olingan. Beshinchi kamchilikka javob ushbu standartdagi chiqindilar ilmiy tadqiqot o'tkazgan korxonamizdan chiqqani uchun hisobga olingan. Oltinchi kamchilikka javobimiz ma'lumotlarimizni slaydlarga qo'shganmiz. Ikkinchi taqrizchini kamchiliklariga birinchi kamchiligiga javob 4-7 gacha ya'ni iflos, 7dan yuqorisi juda iflos ya'ni unga izoh yozilgan chunki tashlab ketgan qatorimizda. Ikkinchi kamchilikka javob bunda keyingi ishlarimizda e'tiborga olamiz. Uchinchi kamchilikka javob bunda takomillashgan ya'ni pichoqli baraban pichoqlari chiqindiga ta'siri va pichoqlarni mexanik, fizik xususiyatlari o'rganilgan ishimiz asosan chiqindilar bilan bo'lganligi uchun shikastlanishlarni ishimizga qo'shmaganmiz. Keyingi kamchilikka javobim asosan ishimiz qayta tarash tarandisini qo'shib ilmiy tadqiqotlar bajarganimiz uchun mayda iflosliklarni qo'shmaganmiz. Beshinchi kamchilikka javobimiz u yerda birinchi omil kiruvchi, qolgan ikkita omilimiz chiquvchi hisoblanadi. Avtoreferatlarga kamchiliklariga javobimiz birinchi kamchilikka javobimiz ilmiy ish uchun tanlangan mashinalar markalari to'g'ri yozilmagan, to'g'ri yozilsa deyilgan. Bunda ilmiy tadqiqot ishimiz uchun tanlangan mashinalar asosan ya'ni chet elni mashinalari bo'lganligi uchun ya'ni avtoreferat adabiyotlar sharhida bunda o'rganganmiz. Ya'ni Rossiyani firmasini ya'ni tolali chiqindilarni qayta ishlash mashinalarini o'rganganimizda bunda Rossiyada ishlab chiqarilgani uchun markalarni ya'ni o'zgartirmaganmiz. Ya'ni Rossiyaning mashinasi bo'lganligi uchun markalarni o'zgartirmaganmiz. Ikkinchi kamchiligimizga javob bunda avtoreferatning birinchi bobiga oid birinchi rasmda chiqindilarni qayta ishlash ya'ni fotokliniyasi keltirilgan.
Uchinchi rasmda esa teshikli setga tolalar bir-biri bilan titrejining harakat sxemasi keltirilgan. Uchinchi kamchiligimiz, ya'ni taqrizimiz ijobiy. To'rtinchi kamchiligimizga taqrizimiz ijobiy. Beshinchi taqrizimiz taqriz ijobiy. Oltinchisi taqrizimiz ham ijobiy. Kamchiliklarda aytavering, javobini aytmang. Bo'ldimi? Ha? O'tiring. Tak, dissertatsiya bo'yicha muhokamalarga o'tamiz. So'z rasmiy opponent texnika fanlari doktor professor Sulaymon Rustam Chenekovichga. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli rais, hurmatli kengash a'zolari. Endi to'qimachilik sanoatida albatta chiqindilar chiqadi, tolali chiqindi deymiz. Yani tolali chiqindilar albatta biz butun dunyoda uni qayta ishlaydi, sababi bundan ikkilamchi mahsulot olinadi. Shuning uchun bizning respublikamizda ham shu ishlar amalga oshirilgan, lekin uni albatta takomillashtirish kerak bo'ladi. Sirdan shu yo'nalish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borgan. Endi bu yerda o'zi dunyoda juda ko'p kompaniyalarda shu tolali ekinlardan tolali mahsulotdan chiqqan chiqindini tozalaydigan texnologiyalar bor. Mana misol haqida aytish mumkin. Uch firma ham juda chiqindilardan tolani ajratadigan texnologiya ishlab chiqaradi. Turkiyaning Balkan firmalari ham ishlab chiqaradi. Yana shu Balkan firmasi bu shunga raqobat bor desak ham bo'ladi. Chunki Turkiyaning shu firmalari ham o'ziga xos sifatga ega texnologiyasi. Shuning uchun sirtdan mashina yo'nalishlar Balkan firmasi orqali tadqiqotni olib borgan, chiqindini tozalash yo'llarini qilib, endi ashitda mana shu 65 rusumli chiqindini tozalash uskunasini takomillashtirgan. Ruxsatlar bilan dissertatsiyani ko'rib chiqdim, uni o'zimni taqrizini berganman, o'qib beraman. Anarboyev Doston Rahmatulloh o'g'lining 05-06-02 to'qimachilik materiallari texnologiyasi va xomashyoga dastlabki ishlab berish ixtisosligi bo'yicha ip yigirish jarayonlarida hosil bo'ladigan chiqindilarni qayta ishlash texnologiyasini takomillashtirish mavzusidagi texnika fanlari yo'nalishida falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan dissertatsiya ishiga rasmiy opponent taqrizi. Tadqiqot ishining mavzusining dolzarbligi endi bugungi kunda mana shu chiqindilardan, demak biz shu ikkilamchi mahsulot olish yo'nalishida ularni tozalash yo'nalishida ishlar olib borilgan. Bu bo'yicha qilingan ishlar bo'yicha dissertatsiya ishida tahlil sifatida juda ko'p tahlillar keltirilgan, misol keltirilgan. Shuni asosida qilgan dissertatsiya tomonidan maqsad yo'nalishi tanlab olingan. Tadqiqotning maqsadi paxta tolasida ishlab chiqarish texnologiya jarayonlarida hosil bo'ladigan tolali chiqindilardan ip yigirishni samarali foydalanadigan mashinani ishlab chiqish hamda uning parametrlari va ish rejimlarini asoslashdan iborat. Tadqiqotning vazifalari paxta tolalaridan yigiriladigan ipning sirtli zichligi va geometrik tuzilishi ko'rsatkichlarini belgilovchi omillarni tadqiqotda yo'nalishda olib borish. Ipning nisbiy uzilish kuchini hisoblash uchun tavsiya etilgan formula va usullarni tahlil qilish va ulardan foydalanish imkoniyatlarini aniqlash. Past navli paxta tolalari va tolali chiqindilar aralashmasini qayta tarash jarayonini tadqiq etish asosida mashina parametrlarini mos ratsional qiymatlarini aniqlash. Yigirish korxonalarida paxta tolasi va tolali chiqindilardan iborat aralashmalarning maqbul tarkibini aniqlash bo'yicha amaliy tadqiqotlar o'tkazish. Paxta xomashyosini iflosdan tozalash uchun tolali chiqindilarni qayta ishlash mashinasini tozalash samaradorligini oshirib, ishlab chiqarish sinovlarini o'tkazish va samaradorlik ko'rsatkichlarini aniqlash. Tadqiqotning ilmiy yangiligi. Yigirish texnologik jarayonidan ajralib chiqadigan ikkilamchi material resurslaridan ip olish uchun chiqindilardan tozalash mashinasi baraban pichoqlarini qiyalik burchaklarini o'zgartirish hisobiga mahsulot sifatining ortishini aniqlangan. Tozalash jarayonida samaradorlikni oshirish
chiqindi tarkibidagi tog'larni tozalashni yaxshilanishiga erishishda tog'larni chiqindilarni tozalash mashinasiga turli panjara joylashtirilgan holda ishlab chiqilgan. Chiqindi tozalash mashinasida qayta ishlash natijasida olingan yigirilgan iplarning sifat ko'rsatkichlarini yaxshilash bo'yicha tog'lar oqimining harakatini baraband pichoqlarini gorizontal burchakda turli xil qiyaliklarning vaqtga bog'liqligi va tog'lar oqimi harakatini turli xil massadagi iflosliklardan ajratishda markaziy burchakka bog'liqligi grafiklari ishlab chiqilgan. Takomillashtirilgan pichoqli barabanddagi harakatlanayotgan tog'lar oqimi tarkibidagi ajraladigan mayda iflosliklarni ko'r hamda 50 mm o'lchamli teshikli yuza o'rnatilib, chiqindilarning chiqish miqdorining tasdiqlanish qonuniyatlari aniqlangan. Tadqiqotlar joriy qilinishi, paxta tolasi va tolali chiqindilardan samarali foydalanishning texnologik asoslarini hamda paxta tolasi va tolali chiqindilarning xossa ko'rsatkichlari o'zgarishining ip xossalariga ta'sirini o'rganish bo'yicha olingan natijalar asosida paxta tolasi va tolali chiqindilar aralashmasini yigirishga tayyorlashda tozalash va filtrning tuzilish ko'rsatkichlarini yaxshilashni pnevmexanik usulda yigiriladigan ipning sifatini ta'minlaydigan ratsional parametrlari Jizzax viloyatidagi joylashgan Jizzax Tekstil erkak korxonasida paxta tolalari bilan 35% tolali chiqindilarni qo'shilgan aralashmalardan yigirilgan 29,5 tekis chiziqli zizikdagi ip yigirib olishda ishlab chiqarishga joriy etilgan. Bu bo'yicha O'zto'qmachilik sanoat uyushmasining 2025-yil 10-yanvardagi 13/25/70 sonli ma'lumotnomasi dissertatsiyaga kiritilgan. Natijada ip yigirish uchun Buxoro 102 navidan 24%, SS8290 seleksiya navidan 64% va qayta ishlangan tog'ali chiqindilardan 12% qilib saralama tuzilgan va ipning solishtirma uzilish kuchini 15%-10 sinalli tekisgacha oshirishga erishilgan. Tadqiqotlar e'lon qilishi, tadqiqot mavzusi bo'yicha jami 18 ta ilmiy ish chop etilgan. Bulardan O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan ilmiy nashrlarda 4 ta maqola, shulardan 3 tasi respublikada, bittasi xorij jurnalida chop etilgan va bitta foydali modelga patent olish uchun hujjat topshirilgan. Dissertatsiyaning tuzilishi va hajmi, dissertatsiya tarkibiga kirish, 4 ta bob, xulosa, foydalangan adabiyotlar ro'yxati va ilovalardan iborat. Dissertatsiyaning hajmi 175 tashkil etadi. Dissertatsiyaning tanlangan mavzuning mavzularga va zarurati asoslangan bo'lib, olib borilgan tadqiqotning asosiy maqsad va masalalari ifodalangan. Tadqiqotning obyekti va predmeti tasdiqlangan. Respublikaning fan va texnologiya rivojlanishining ustuvor yo'nalishlariga mosligi ko'rsatilgan. Tadqiqotning ilmiy yangiligi va amaliy natijalari bayon qilingan. Dissertatsiyaning adabiyotlar tahlili, ip yigirish jarayonida hosil bo'ladigan tog'lali chiqindilar miqdorini kamaytirishni nazariy asoslari deb nomlangan birinchi bobida ip yigirish jarayonidagi titish, tozalash, aralashtirish va tarash jarayonlarida hosil bo'ladigan chiqindilar va ularning sifatini yaxshilash hamda uskunalarga konstruksion o'zgartirishlar kiritish bo'yicha olib borilgan ilmiy ishlar tahlili va ishlab chiqarish korxonalarida qayta ishlanayotgan mahsulotlar bo'yicha olib borilgan tahlillar natijasi keltirilgan. Paxtaga dastlabki ishlov berish jarayonida tog'lali xomashyorni tozalash, yarim tayyor mahsulotlarni ulash, urab hosil qilish, matoni buyum tayyorlash uchun belgilangan o'lchamni bichish va shunga o'xshash talablar tufayli chiqindilarning yuzaga kelishi o'rganilgan. Jumladan, ip yigirishda yigirish tizimiga muvofiq chiqindining miqdori keltirilgan aralashmaga nisbatan o'rtacha 20% atrofida bo'lib, karda yig'ish tizimida 12.8% ga, qayta tarash tizimida 3% ga ushlab borishi o'rganilgan. Iplardan gazlamalar to'qishda esa chiqindi miqdori 5% gacha bo'lgani aniqlangan. Yigirish korxonalaridan ajralib chiqayotgan chiqindilarni samarali qayta ish, yangi konstruksiyasi uskunalarning ishlab chiqarishga keng joriy etish mahsulot sifatida yanada yaxshilanishda asosiy omillarga
hisoblanishi aniqlangan. Dissertatsiyaning tolali chiqindilar tarkibi va xossalari va qayta ishlash texnologiyasini tadqiq etish deb nomlangan 2-bobida ip yigirish jarayonida hosil bo'ladigan tolali chiqindilarni tahlillash va tolali chiqindilarni qayta ishlash, tozalashdagi texnika va texnologiyalarning ishlash rejimlari va mahsulotga ta'sir bo'yicha xorijda va respublikamizda olib borilgan ilmiy tadqiqot ishlari tahlil qilingan. Tahlil natijasida yigirish korxonalarida ishlatiladigan uskunalarning ajralib chiqayotgan tolali chiqindilarni qayta ishlashning texnologik tizimi o'rganilgan. Dissertatsiyaning gorizontal burchak ostida joylashgan pichoqli barabanli polalardan mayda ishlotlarni ajratishdagi nazariy tahlil deb nomlangan bobda tolali chiqindilarning asosiy geometrik parametrlari nazariy tomonidan asoslangan. Bunda unumdorlikni oshirish birinchi pichoq baraban o'qiga parallel ravishda, ikkinchi pichoq esa baraban o'qiga perpendikular ravishda birlashish bilan berilgan. Qiya joylashtirilgan pola tozalagichning pichoqlarini polalarga ta'siri natijasida tozalash samaradorligini qiya burchaklariga hamda har bir pichoqli barabanning burchak tezliklariga bog'liqlik ifodalari aniqlangan va tegishli tegishnomalar olingan. Dissertatsiyaning yangi konstruksiyadagi qiya tozalovchi barabanlarda qayta tarash tarandisini tozalash bo'yicha tajriba o'tkazish va tozalangan tarandi sifatiga ta'sirini o'rganish deb nomlangan 4-bobida tadqiqot ishlarining Jizzax tekstil emchilik xonasida olib borilganligi qayd etilgan. Bunda Jizzax tekstil emchilik xomashyo korxonasida xomashyo sifatida 4-tip Buxoro 102 seleksion navida S8290 seleksion navlaridan foydalanilgan. Bunda asosan qayta tarash mashinasidan chiqadigan polalar chiqindilarni qayta ishlab saralanmay qo'shilgan. Yigirish korxonalarida tuzilgan aralashma polalarning ko'rsatkichlarini hisoblashda Muhandis-Sinitsin formulasidan foydalanilgan. Tajriba sinov ishlari 3 bosqichda amalga oshirilgan. Birinchi bosqichda Buxoro 102 Buxoro 102 ishlari 55%, 65, 82, 90 seleksiyasidan 37% va 8%lik tipli saralanma Balkan firmasi uskunasida qayta ishlangan tolali aralashmada tolaning shtabl massa uzunligi 33.1 mm ni chiziqli zichligi 170 mm tekstil tolaning uzilish kuchi 4,5 kN, tolaning qo'shni uzilish kuchi 26.5 taqsim tekst teng bo'lgan. Bunda aralashma tolalarining uzilish kuchi 4.6 kN bo'lgan. Aralashma tolalarining chiziqli zichligi 72 tekst, aralashma tolalarining qo'shni uzilish kuchi esa 26.8 kN tekst. Aralashmadagi ikkinchi sochli uzilish kuchi esa 12.12 tekstni tashkil etgan. İkinci tajribada Buxoro 102 seleksion navinin birinchi tipidan 4-chi tipidan 30%, S8290dan 60% va 10% aralashma tayinlangan. Hamda Balkan firmasi mashinasida qayta ishlangan tolali aralashmadan tipli saralanma tuzilib, unda tolali shtabl massa uzunligi 32.6 mm ni tashkil etgan. Chiziqli zichligi esa 171 m8 Tolaning uzilish kuchi 4,5 kN, tolaning sochli uzilish kuchi 26.3 kN taqdim tekst tashkil etgan. Bunda aralashma tolalarining uzilish kuchi 4,5 kN, aralashma tolalarining chiziqli zichligi 171 m tekstni, aralashma tolalarining sochli uzilish kuchi esa 26.3 kN tekstni tashkil etgan. Sochli uzilish kuchi 13.8 kN taqsim tekstni erishilgan. Olingan nazariy tahlil nashlaridan Buxoro 102 navdan 55%, S8295dan 37% va Balkan firmasi mashinasida qayta ishlangan tola 8% aralashma tarkibida tolalarining uzilish kuchi 434 kN dan 4.6 kN-gacha, sochli uzilish kuchi 2882 kN tekstdan 26.58 kN tekstgacha hamda toladan olinadigan ipning sochli uzilish kuchi 12.12 tekstdan 2.2 tekstgacha o'zgarishi aniqlangan va Balkan firmasi mashinasida qayta ishlangan tola 10% aralashmada tolaning uzilish kuchi 443 kN tekstdan, chiziqli zichligi 166.8 mm tekstdan, uzilish kuchi 26.4 kN tashkil tekstiga tashkil etgan.
bajarilgan ishlar natijasidan o'rta tolali paxtadan ip yigirish korxonasida hosil bo'lgan tolali chiqindilar qo'shilgan aralashmalardan yigirish jarayonlarining parametrlarining muqobil ko'rsatkichlari aniqlangan va bunda 29.5 tekis chiziqli zichlikdagi iplarni bir tonnasini ishlab chiqarish uchun hisoblangan iqtisodiy samaradorlik 770 million so'mni tashkil etgan. Dissertatsiya yuzasidan quyidagi kamchiliklar keltirildi. Dissertatsiyaning ikkinchi rasmdagi chiqindilarni hosil bo'lish manbalariga izoh berilmagan. Izoh berilsa yaxshi bo'lar edi. Dissertatsiyaning 2.12 rasmda Balkan firmasi foydali chiqindilarni qayta ishlovchi mashinalari to'liq izohlasa maqsadga muvofiq bo'lar edi. Foydalangan tog'larning shikastlanishi ko'rsatkichlari dissertatsiyada keng yoritilmagan. Dissertatsiyaning bir-birinchi jadvalda texnikaning mashinalari bo'yicha izoh keltirilgan. Qolgan chet davlat firmalari bo'yicha keng yoritilsa maqsadga muvofiq bo'lar edi. 4-3 rasmda bo'yicha izoh keltirilmagan. Dissertatsiya 4-2 jadvalda saralama qo'shilgan 8%, 10% hamda 12% qayta ishlangan tog'lar qayerdan olinganligi dissertatsiyada keng yoritilmagan. Dissertatsiyaning ishida grammatik xatolar mavjud. Xulosa: yuqorida ko'rsatilgan kamchiliklar ishning salohiyatini pasaytirmaydi. Dissertatsiya mavzusining dolzarbligi, ilmiy yangligi, ilmiy va amaliy ahamiyatga ega ekanligini inobatga olib, Anarboyev Doston Rahmatullo o'g'lining ip yigirish jarayonlarida hosil bo'ladigan chiqindilarni qayta ishlash texnologiyasini takomillashtirish mavzusidagi dissertatsiya ishi yakunlangan ilmiy tadqiqot ishi hisoblanadi va 15-16-12 to'qnashuvchi materiallar texnologiyasi va xomashyoga dastlabki ishlov berish mutaxassisligi yo'nalishida Oliy attestatsiya komissiyasining falsafa doktorlik ilmiy darajasiga qo'yilgan talabiga mos keladi. Muallif esa texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olishga loyiq. Rasmiy operant Tolali ekinlar ilmiy tadqiqot instituti, Tolali ekinlar mexanik xususiyatlari ilmiy tadqiqot laboratoriyasi mudiri Rustam Sulaymonov. E'tibor uchun rahmat. Rahmat, Rustam Shaynikovich, o'tiring. Ko'rsatilgan kamchiliklarga javob berish uchun so'z talabgorga. Marhamat. Ustoz, vaqtingizni ayamay ishimni ko'rib chiqqaningiz uchun. Birinchi kamchilikka javob beradigan bo'lsam, plankalarni, ya'ni baraban o'qiga nisbatan o'rnatish burchagini, ya'ni qayta tarash taranisi tarkibidagi mayda plastiklardan tozalash samaradorligiga keltirilgan bo'lib, ushbu rasmda tajriba natijalari grafik ko'rinishda keltirilgan. Ikkinchi kamchilikka javob beradigan bo'lsam, bir jadvalda faqatgina ikkita firma tish tozalash agregati keltirilgan, chunki ilmiy tadqiqot ishimiz olib borilayotgan, ya'ni korxonamizda asosan ikkita firmasining tish tozalash agregat mashinalari ish faoliyatini yuritib kelmoqda. Uchinchi kamchilikka javob beradigan bo'lsam, ilmiy tadqiqot ishimizni olib borgan, ya'ni Jizzax tekstil MCJ korxonasida ishlab chiqarilgan ipni sifat ko'rsatkichlarini o'rganib chiqqanmiz, sifat ko'rsatkichlarini o'rganib chiqqanmiz. Ilmiy tadqiqot ishimiz asosan tolali chiqindilarni tozalash bo'lganligi uchun qayta ishlangan tolamiz yigirilgan ipning sifat ko'rsatkichlarini qo'shganmiz. To'rtinchi kamchilikka javob beradigan bo'lsam, 1-2 rasmdagi chiqindilarning hosil bo'lish, ya'ni manbalari keltirilgan, ya'ni korxonamizdan, ya'ni chiqayotgan chiqindilarni o'rganganmiz va adabiyotlar sharhiga qo'shganmiz. 2-12 rasmda Balkan 5-kamchilikka javob beradigan bo'lsam, ilmiy tadqiqot ishimizda asosan Balkan firmasining B65, ya'ni tozalash mashinasida olib borganimiz uchun faqatgina B65 tola tozalash mashinamizni keltirganmiz.
oltinchi kamchilikka javob beradigan bo'lsam, tozalangan tolaning shikastlanish, ya'ni ko'rsatkichlarini ham aniqlaganmiz, lekin ilmiy tadqiqot ishimiz asosan tolalarni tozalash, ya'ni tolali chiqindilarni tozalash bo'lganligi uchun asosan tozalash samaradorligi va tozalangan tolani sifat ko'rsatkichlarini keltirganmiz. Keyingi kamchilikka javob beradigan bo'lsam, 4.2 jadvalda keltirilgan, ya'ni 8, 10, 12% qayta ishlangan tolalarni qo'shib saralanma tuzib, ya'ni tajriba o'tkazganmiz. Keyingi kamchiligimizga roziman va keyingi ishlarimizda e'tiborga olamiz. Rahmat, o'tiring. So'z rasmiy abonent texnika fanlari doktori dotsent Qoraboyev Sherzod Ahmadjonovichga Namangan davlat texnika universitetidan onlayn ishtirok etyapti. Sherzod Ahmadjonovich, eshityapsizmi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Marhamat, so'z sizga. Assalomu alaykum, hurmatli ilmiy kengash raisi, ustozlar, a'zolar, ruxsatinglar bilan Anorboyev Doston Rahmatullo o'g'lining ip yigirish jarayonlarida hosil bo'ladigan chiqindilarni qayta ishlash texnologiyasini takomillashtirish mavzusida yozilgan dissertatsiya bo'yicha taqrizni o'qib eshittirsam. Faqat kamchiliklarni Ilmiy Sherzod Ahmadjonovich Xo'p bo'ladi. to'liq ma'lumot berdi. Xo'p. Tavsiya va kamchiliklar sifatida quyidagilarni keltirish mumkin. Demak, birinchisi, tadqiqot obyekti sifatida tolali chiqindilarni qayta ishlash texnologik jarayonlari, predmeti sifatida esa ip shakllantirish keltirilgan. Ammo bu ikki tushunchalar ilmiy jihatdan yaqqol ajratilmagan. Keyingisi, tadqiqot olib borilgan korxonada ishlab turgan Balkan firmasi chiqindilarni qayta ishlovchi mashina konstruksiyasida baraban diametri o'zgartirishsiz qolganini izohlab berilmagan. Bu esa texnologik samaradorlikni tahlil qilishda noaniqlik keltirib chiqaradi. Keyingi kamchilik sifatida dissertatsiya matnida ayrim mashina nomlari kiril yoki ruscha keltirilgan bo'lib, barcha uskunalar nomlari o'zbek tiliga asoslangan yagona lotin yozuvida yozilsa va xorijiy nomlari, masalan, Trushler, Ritter izoh bilan berilsa maqsadga muvofiq bo'lar edi. Ilmiy ish uchun tanlangan paxta navlari umumiy nomlar sifatida keltirilgan bo'lsa-da, ularning sinflari, seleksiya tipi yoki sinf tavsiyalari haqida batafsil ma'lumot berilmagan. Beshinchisi, dissertatsiya ishida har bir texnologik bosqichni grafik, diagramma yoki jadval ko'rinishida ko'rsatilsa hamda har bir bosqichda chiqindi miqdori va uning xossalari bo'yicha tahliliy izoh berilsa maqsadga muvofiq bo'lar edi. Dissertatsiyaning 72-betida to'g'ri bir jadvalda 30, 45, 60 gradus kabi burchaklar faqat qiymatlar ko'rinishida keltirilgan. Ularni texnologik yoki fizik mexanik asoslari izohlansa maqsadga muvofiq bo'lar edi. Keyingisi, tadqiqot olib borilgan korxonada ishlab turgan Balkan firmasining tolali chiqindilarni qayta ishlovchi mashinada o'zgartirishlar kiritilganini aytib o'tilgan, ammo aniq qaysi barabanlar, qanday konstruksiyalar farqlari borligi va ularning ta'siri haqida batafsil izoh berilmagan. 8-si, dissertatsiyada paxta tolasining sifat ko'rsatkichlari Uster, HY va AFS tizimlari asosida aniqlangani ko'rsatilgan, ammo ularning xalqaro normalar bilan solishtirilmagan. Xulosa, keltirilgan kamchiliklar ishning ahamiyatini kamaytirmaydi. Anorboyev Doston Rahmatullo o'g'lining 05-06-02 to'qimachilik materiallari texnologiyasi va xomashyoga dastlabki ishlov berish ixtisosligi bo'yicha ip yigirish jarayonlarida hosil bo'ladigan chiqindilarni qayta ishlash texnologiyasini takomillashtirish mavzusidagi texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan dissertatsiya ishi dolzarb muammoni hal etishga qaratilgan. Olingan natijalar keng qamrovli va yakunlangan ish deb hisoblayman. Bajarilgan tadqiqotlar, olingan natijalar, ularning yangiligi va tahlili oid talablariga to'liq javob beradi. Dissertatsiya ishi muallifi texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasi olishga loyiq.
Rasmiy oponent Namangan davlat texnika universiteti texnika fanlari doktori, dotsent Sherzod Qorabayev. Rahmat, Sherzod Ahmadjonovich. Marhamat, rasmiy opponent tomonidan ko'rsatilgan kamchiliklarga javob berish uchun so'z talabgorga. Rahmat ustoz, vaqtingizni ayamay ishimni ko'rib chiqqaningiz uchun. Birinchi kamchilikka javob beradigan bo'lsam, tadqiqot obyekti sifatida, ya'ni tolali chiqindilarni qayta ishlash texnologik jarayoni olingan va shunga asosan ip shakllanish, ya'ni predmet sifatida olingan. Ikkinchi kamchilikka javob beradigan bo'lsam, tadqiqot ishimizda, ya'ni Balkan firmasi chiqindilarni qayta ishlash mashinasini, ya'ni baraban diametri o'zgartirilmagan. Bunga sabab baraban diametri o'zgartirilsa, bu mashinani, ya'ni konstruksiyasini ham o'zgartirishga to'g'ri keladi va o'sha baraban joyiga to'g'ri kelmay qoladi. Uchinchi kamchilikka javob beradigan bo'lsam, dissertatsiya, ya'ni matnda ayrim mashinalar, ya'ni kril va ruscha keltirilgani sabab bu keltirilgan mashinalar, ya'ni Rossiya Respublikasi, ya'ni tomonidan ishlab chiqarilgan bo'lib, ushbu mashinalar nomlarini o'zgartirish imkoniyati yo'q. To'rtinchi kamchilikka javob, ilmiy ish uchun tanlangan, ya'ni paxta navlari umumiy holatda 4.2, ya'ni jadvalda berilgan, ya'ni 3 xil tajriba natijalari sifatida keltirilgan. Keyingi kamchilikka javob beradigan bo'lsam, unda asosan bizda qayta tarash tarandisi ishlash bilan ilmiy tadqiqot ishimizni olib borganimiz uchun to'liq izoh berib o'tilgan, ya'ni qo'shimcha izoh berilmagan. Keyingi kamchilikka javob beradigan bo'lsam, 72, ya'ni betdagi 4.1 jadvalda ilmiy tadqiqot ishimizni 30, 45, 60 gradusga, ya'ni o'zgartirganimizda yaxshi natijalarga erishganmiz. Shuning uchun ushbu burchaklarni jadvalda keltirganmiz. Keyingi kamchilikka javob beradigan bo'lsam, tadqiqot olib borilayotgan korxonada ishlab turgan Balkan firmasining tolali chiqindilarni qayta ishlovchi mashinada asosan 1 va 6 baravarlar o'zgartirilgan. Keyingi kamchilikka javob beradigan bo'lsam, bu kamchilikka roziman va keyingi ishlarimizni e'tiborga olamiz. Rahmat, o'tiring. Tak, muhokamalarga o'tamiz. Marhamat, muhokamada kim ishtirok etmoqchi? Kim so'zga chiqishni xohlaydi? Marhamat, ilmiy kengash a'zolari. Savollar o'tib ketdimi? Tak. Marhamat. Assalomu alaykum ustozlar. Fazlilla To'qolovich. Anorboyev Doston Rahmatulloh o'g'lini o'sha ipigirish jarayonida hosil bo'ladigan chiqindilarni qayta ishlash texnologiyasini takomillashtirish bo'yicha ishini ko'rib o'tdik. Haqiqatan ham o'sha savol javoblardan, bo'linma slaydlardan ko'rdikki, o'sha ishlab chiqarishga yigirish jarayonida o'sha barabanga plankalar o'zgartirilib hamda to'g'ri yuza konstruksiyasini takomillashtirish orqali, yangi konstruksiya qo'yish orqali texnologik jarayonga yangilik kiritilgan. Shu natijasida o'sha chiqindilarni mahsulot sifatida qaytarishga erishilgan. Ishni qo'llab-quvvatlayman. Ustozlar, sizlarga ham shuni javob qilaman. Rahmat. Yana ishtirok etuvchilar. Savol beramanmi o'zim, men chiqsam mayli. Marhamat. Savol emas, faqat muhokamaga chiqishingiz. Bugungi ko'rilgan ish bo'yicha juda batafsil gaplar bo'ldi. Men ishga emas, dissertantni o'ziga to'xtalib o'tmoqchiman. Dissertant bizni kafedramizga kelganiga juda ko'p vaqt bo'lmagan, lekin o'zini shu tirishqoqligi, ustoz ham ta'kidladi. Demak, tirishqoqligidan tashqari juda ham o'ziga berilgan vazifaga nisbatan mas'uliyat bilan yondashishini alohida aytish kerak. Ish bor joyda albatta kamchilik bo'ladi. Ishlar bo'yicha ko'rsatilgan kamchiliklarni, demak, bu sizga kelajakda qiladigan ishlaringizga bir reja asosida qabul qilsangiz bo'ladi.
Demak, kafedramiz a'zosi sifatida agar shu yigitimiz qo'llab-quvvatlasalaring kelajakda yaxshi bir olim sifatida demak tadqiqot ishlarini olib borishiga umid qilamiz va men ham qo'llab-quvvatlayman. Rahmat. Yana so'zga chiqmoqchi. Kim so'zga chiqmoqchi? So'zga chiqmoqchi mi? Marhamat. Valla ilmiy kengash albatta men qismiga kechikib qoldim o'zi birinchidan. Men Abdureferat bilan tanishganman. Endi har bitta mana shu texnika yo'nalishda bo'layotgan himoyalarda mana matematik modellar ishlatilyapti. Bu yigitdan menga Abdureferat olib borganda o'ziga ham savollar berganman, to'g'rimi? Tavsiyalarda aytdik, kelajakka qanaqa maqsadlar bo'lishi kerak, ishonch bildirdik. Endi bundan keyin mana shu taqdirchilarning, qolaversa mana opponentlarning hammasini fikrlarini so'kkan holda ilmiy kengash a'zolari qo'llab o'tirgan ekan. Faqat bundan keyin mana shu yigit ishini to'xtatib, hali yosh ekan, bilishimcha to'xtab qolmasdan bundan keyin mana shu ishlarni yana ham davom ettirsin. Haqiqatan lekin matematik modellarni chin dildan qo'llasin. Mana baribir ham ko'ryapman, mana bu iloji bo'lsa mana shu ba'zi bir ko'rsatkichlar bo'lyapti-ku mana. O'sha ko'rsatkichlardan mana bir qanchasi mana 30 gradus 45 60 deyilyapti masalan. Bu kishi qaysini endi shundan tavsiya qiladi? Yo'q bo'lmasa buni 45 shunchalik amaliy ilmlardan olganmi yo matematik modeldan olganmi? Tomonlardan mustaqilsa, olinsa, xohlasalik hammamiz optimal ko'rsatkich degan samaradorlik o'shanga harakat qilamiz. Shu tadqiqot iloji boricha albatta shu optimal ko'rsatkich samaradorlik albatta bahosi bo'ladi-ku. O'shalarni matematik modellarga asoslanganda agar nazariy asoslanadi-ku, men yozyapmiz-ku nazariy asoslanyapti matematika. Shu tomonlarni hisobga olib, bundan kelajakda e'tiborga olinsa juda ham yaxshi bo'ladi deb hisoblayman. Yana demak mana shu qo'llab-quvvatlayman va kelajakda ishlariga muvaffaqiyat. Rahmat. Yana so'zga chiquvchilar bormi? Yetarlimi? Yetarli. Marhamat. So'z Anarboyev Doston Rahmatulloh o'g'liga. So'zga chiqqanlarning takliflarini, e'tirozlarini hisobga olib. Ustoz, shunchalik vaqtingizni ayamay, ishimga vaqt ajratib, eshitdilaringiz. Ustoz, avvalo to'g'ri yo'l ko'rsatib, to'g'ri tavsiyalar berganingiz uchun rahmat ustoz. Kelgusida ustoz hamisha o'zimizni boshimizda turib, boshimiz bo'lib yurish, har doim sizlar bilan yurish nasib qilsin ustoz. Rahmat ustoz. Sog' bo'ling. Rahmat. Tak, dissertatsiya ishi bo'yicha yo'q qo'yilishi kerak. Dissertatsiya ishi bo'yicha berilgan ovozlarni aniqlash uchun hisob komissiyasini saylashimiz kerak. Hisob komissiyasi tarkibi taklif kiritilyapti. Pardayev Xonqullar Mamatovich, Egamberiy Fazlin Otaqulovich, Hazratqulov Hamid Aliqullovich. E'tirozlar yo'qmi? Yo'q. Mushkul kompaniya. Tak, ha. Qo'l ko'tarib tasdiq berishlarini so'rayman. Qarshilar, betaraflar yo'q. Marhamat, hisob komissiyasi ishni boshlashlaringiz mumkin. Tak, tanaffus e'lon qilamiz. O'chirib qo'ydingmi? O'chir.